Assalomu alaykum aka-ukalar, og'aynilar. Mana yana bitta yangi obyektchamiz. Mana shu pollarni terib bergan edik. Garajni polini. Mana bu yerga stupinkachalar bilan где-то bir oylar oldin mana shu devorlari bilan pollarini ukulon qilib terib bergan edik. Hozir shuni pechkani yoniga terib berasan deb yuruvdi kutib. Shunga keldik hozir. Mana bu yerga pechka turadi. Mana shunaqasiga bu tomoniga pechkani zona tarafi issiq bo'ladigan tarafga ana shu yerga kafil terib beramiz, xudo xohlasa. Tagidan havo chiqib turishi uchun mana bu qopqoqcha qo'yiladi shunga. Pechka ana shu yerdan o'tib, u tarafdan yoqiladigan mana bu pechka.